Mana ha 2025-yil yilni 4-iyun mana hozirgi holati. Ertalabki holati 4-iyun bugungi holati. Bak. Nima deyapti jo'ja? Jo'jani bemalol baqib solaverasiz. 4 kilo 600-700 da o'ynaladi bu. Bak. Yurishlar. Vakonni gavdasi. Katta narsa bu, mayda narsa emas bu. Qarov xolos. Endi qarab yana baxtsiz yana ham kattalashib ketadi. Zakon sog'lom. Shu qo'yib yuborsam, aynaqa jilay kirib ketib qoladi-da. Assalomu alaykum hurmatli aka-uka parvozlar. Mana Sardorbek Ashurovning uyiga keldik. Xonadonlarda 6,5 kiloli ekan, kilosi makonda yurgan holati deyapti. Mana uylari juda chiroyli, bog', jo'ja, xo'roz boqadigan joy ekan. Mana akamizni 1 metrli xo'rozini eshitib keldi, juda katta xo'roz. Bundan mana zot topdi. O'zi sotiladimi Sardor aka? Sotiladi aka. Faqat tuxumlar, ha? 1 metrli xo'roz. Akaut zotlardan. Akaut kovra urganda. Xo'roz juda katta ekan, haqiqatdan orqa ko'rmalarni bir ko'raylikchi. Hozir 98 sm chiqadi bu. Salkam 1 metrli xo'roz ekan. Haqiqatdan juda katta. Nakaut zotlardan. Voy, Urganda ham qalay bu yo'li kaltalari qanday olgan aka? tuxumi sotiladi. Necha yildan beri parvozlik qilasiz aka? Bir staj necha yil? 15 yilmi, 20 yilmi? 15 yil 20 yil qoldi aka. Yashang. Haligi Ganoy makoningizni ham ko'rsatasizmi? Boshini hamtana makoni bor. Shuni tuxumi sotiladi aka. Haqiqatdan xo'roz juda katta, yirik ekan. Hamma yo'g'i butun. Yo'q. Duxi baland. Hali yapon zot degani ham bor ekan sizda. Rossiyadan tuxumini keltirilgan ekan, ochirganman deyapsiz. O'sha yapon zotni ham ko'rsak bo'ladimi? Yapon shami bor. Qani buni qo'yaylikchi. Mana aka-ukalar